Bugun mana 13-yil 2026-yil to'g'larimizdan bugunning o'zida olgan tuxumlarimizni bugungi videomizda ikkita masalaga aniq javoblarni berib o'tib ketamiz. Ko'pchilikda mana issiq kirgandan keyin to'g'ri tuxumdan chiqib ketadi. Buni aniq yo'llarini ko'rsatib o'tib ketamiz va ko'pchilik aytayapti, yirik jo'xorini yoki yirik bug'doyi, makka jo'xori, bug'doyi to'g'larim yemayapti deyapti. Bugun aynan shunga ham javob berib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ozgina vaqtlarni ayamasangiz foydali video bo'ladi, xudo xolisa. Mana bu yoqda bugunning o'zida olingan tuxum 13 ta tuxum olganmiz, 30 taga yaqin tovuq bor, orasida tullayotgani ham bor, kurk bo'lib qolganlari ham bor. Ularni hisoblamaganda yarim 50% tuxum desa ham bu 45 gradus issiqda yozda ancha yaxshi natija. Ko'pchilikda to'g'ri polni tuxumdan chiqib ketib qoladi yoz kelgandan keyin. Boquvni qisqacha qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Ko'pchilik mana jo'xori bug'doyi yirigini yemayapti, makka jo'xorini yemayapti deganda, shuning uchun biz yorma qilib qo'yganmiz va mana bu yem bilan aralashtirganmiz. Bu yem ko'p yemxonalarda o'sha to'g'ri tuxum qo'yadigan to'g'ri uchun maxsus yem deb so'rasanglar berishadi. Aynan bu Yekota zavodiniki, Toshkent viloyatida joylashgan Yekota zavodining yemi. Bundan bersanglar sinovdan o'tgan o'zimiz ishlatib kelayotgan yem. Buni berganinglardan keyin to'g'ri tuxumni yeb qo'yishi ham kamayadi va tuxumni yaxshi qo'yib beradi. Va undan tashqari, eng muhimi hozirgi issiqda o'zi odam chidab tura olmayapti. Suvsiz suvni tez-tez yengilab turiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ertalab yem berilgan, yana ozgina yem berib qo'yamiz. Ikki mahal bersanglar to'g'ri tuxum yaxshi qo'yadi. Suvlarni tez-tez yengilab, ichiga ham tashqarisiga ham muzday qilib qo'yib turiladigan bo'lsa, to'g'ri chanqab qolmaydi, tuxumni yeb qo'ymaydi. Bir xillada tuxumni yeb qo'yayotgan bo'lishi ham mumkin, bilmayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tuxum qo'ymayapti deb yurgan bo'lishi mumkin. Mana shu ishlarni qilinadigan bo'lsa va undan tashqari uydan chiqqan po'choqlarni berishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, to'g'riga ichkariga po'choqlar beriladi. Po'choqlar beriladi va undan tashqari yana bitta muhimi tashqariga chiqazish kerak to'g'rilarni. Tashqariga chiqazilsa, yaylovda yursa o'ziga kerakli vitaminlarni yig'ib oladi va tuxum qo'yishi ham yaxshilanadi. Jo'xoriga, yirik jo'xoriga yechim o'sha yorma qilib bersanglar, sezmasdan yevoradi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni parrandachiqozlarga jo'natib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.